Arab davlatlariga Eronga birgalikda hujum uyushtirishni taklif qilgan Bloomberg. Urush vaqtida arab davlatlariga murojaat qilib, Eron hujumlariga birgalikda javob qaytarishni taklif qilgan, biroq rad javobini olgan. Bu haqda manbalarga tayanib Bloomberg xabar berdi. AQSh va Isroilning Eronga bergan zarbalari hamda Tehronning bunga javoban arab davlatlaridagi obyektlarga hujum qilganidan so'ng prezidenti Muhammad bin Zohid al-Nahyan bir qator arab davlatlarining yetakchilari bilan telefon orqali muloqot qilgan. Jumladan Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan ham suhbat o'tkazgan. Muhammad bin Zoid al-Nahyan 1981-yilda Fors ko'rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi tuzilgan va bu Erondan kelayotgan tahdidlar sabab tashkil etilganini eslatgan. Prezidentining arab davlatlaridagi hamkasblari bu mojaroning ularning urushi emasligini bildirgan. Manbalarga ko'ra, Saudiya Arabistoni bilan yaqin siyosat yurituvchi Bahrayn va Kuvayt ham harbiy harakatlardan chetda qolishni afzal ko'rgan. Ummonning Eron bilan aloqalarini hisobga olinsa, uning javob zarbalari qo'llab-quvvatlash ehtimoli boshlanoq past bo'lgan. Fors ko'rfazi davlatlaridan birining vakiliga ko'ra, Qatar 18-mart kuni Ras Lafon sanoat markazidagi Qatar Energy obyektlarini hujumga uchragach, Eronga javob qaytarish masalasini ko'rib chiqqan. Biroq Doha bu rejadan voz kechib, mojaroni yumshatishga e'tibor qaratgan. Fors ko'rfazidagi davlatlar bilan muzokaralaridan AQSh prezidenti ma'muriyati xabardor bo'lgan. Shuningdek, Saudiya Arabistoni va Qatarning muvofiqlashtirilgan harbiy hujumga qo'shilishini qo'llab-quvvatlagan deyiladi xabarda. Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Kuvayt va Ummon vakillari bu ma'lumotlarga izoh bermadi. The Wall Street Journal 12-may kuni Eronga sulh davrida yashirincha zarbalar berganini ma'lum qildi. Abu Dhabi ochiqchasiga tan olmagan zarbalar qatorida aprel oyida Eronning Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodiga qilingan hujum ham bor. Bloomberg manbalarining ta'kidlashicha, harbiy harakatlarini Isroil bilan muvofiqlashtirgan. Saudiya Arabistoni ham Eronga yashirincha zarbalar berganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu urush vaqtida Baga borgani va Muhammad bin Zohid al-Nahyan bilan uchrashganini ochiqlagan. Hormuz bo'g'ozi yaqinida harbiy siyosiy taqrarlik yanada ortdi. Birlashgan Arab Amirliklari qirg'oqlari yaqinida langar tashlagan kema qo'lga olindi. Ummon yaqinida esa hujumga uchragan yuk kemasi cho'kib ketdi. AB va Reuters nashrlariga ko'ra, buning ortida Eron turibdi. Britaniya dengiz savdo operatsiyalari markazi xabarlariga ko'ra, kema Bani Fujayra portidan 70 km uzoqlikda qo'lga olingan. Ushbu port urush davomida bir necha bor hujumga uchragan strategik terminal hisoblanadi. Britaniya harbiylarining ta'kidlashicha, kema hozirda Eron hududiy suvlari tomon olib ketilmoqda. Shu bilan birga Hindiston bayrog'i ostida harakatlanayotgan Hoji Ali yuk kemasi Ummon qirg'oqlarida hujumga uchragan. Kema Somalidan Bani Shajra portlariga ketayotgan bo'lgan. Hujum oqibatida kemada yong'in chiqqan va cho'kib ketgan. Bortdagi barcha 14 nafar hindistonlik ekipaj a'zosi Ummon qirg'oq qo'riqlash xizmati tomonidan qutqarilgan. Hindiston tashqi ishlar vaziri hodisani mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb baholadi va dengizchilarga nisbatan hujumlarni qoraladi. Ushbu hodisalar AQSh prezidenti Donald Trampning Pekindagi Si Szinpin bilan uchrashuvi fonida yuz berdi. Oq uyning bildirishicha, har ikki davlat Hormuz bo'g'ozi kemalar qatnovi uchun ochiq qolishi kerakligi borasida ham fikr bo'ldi. Aynan shu vaqtda Eron o'zining yangi protokollari asosida Xitoy kemalarini bo'g'ozdan o'tkaza boshladi. Bu Pekinning Tehrondagi elchisi va tashqi ishlar vaziri so'rovidan so'ng amalga oshirilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining so'zlariga ko'ra, bo'g'oz hududi barcha tijoriy kemalar uchun ochilgan. Kemalarga hujum qilinishidan oldin Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu urush davrida Baga yashirincha tashrif buyurganini e'lon qildi. Biroq hukumati bu xabarni darhol inkor etdi. Ekspertlarning fikricha, Netanyahu saylovlar oldidan o'z partiyasini qo'llab-quvvatlash uchun ushbu nozik uchrashuvni oshkor qilgan. Eron esa uzoq yillardan beri Isroilning Badagi harbiy va razvedka bazalari borligini iddao qilib, bu hamkorlikni tanqid qilib kelgan. Germaniya kansleri Friedrich Merz o'z farzandlariga AQShda yashash yoki o'qishni tavsiya qilmasligini aytdi. Bu haqda siyosatchining so'zlariga tayanib Reuters xabar berdi. Kansler bu AQShda ijtimoiy muhit tez o'zgarayotgani, hatto oliy ma'lumotlilar uchun ham imkoniyatlar cheklangani bilan izohladi. Mazkur bayonot prezident Donald Trump davrida AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilar o'rtasida keskinlik ortgani, savdo borasida kelishmovchiliklar mavjudligini ko'rsatdi.
Friedrix Merz aprel oyida AQSh va Eron bilan urushda kamsitilganini aytib, Trampning g'azabiga sabab bo'lgan. Shundan so'ng AQSh Germaniyadan o'z qo'shinlarini qisman olib chiqib ketishini va Yevropa ittifoqidan keltiriladigan avtomobillar uchun bojlarni oshirilishini e'lon qilgan. Importning asosiy qismini nemis avtomobillari tashkil etgan. Merz 2025-yilda o'zini transatlantik hamkorlik tarafdori sifatida e'lon qilib, kanslerlik lavozimiga kirishgan, ammo o'shandan beri Germaniyaning eng qudratli ittifoqchisi hisoblangan AQShni tahdid qilib kelmoqda. Tramp esa kanslerga o'zining singan mamlakatini tuzatishga e'tibor qaratishni tavsiya qilgan.